Har bir so'z, har bir xabar, har bir og'izdan chiqqan salom bugun ular soniyasiga millionlab masofalarni bosib o'tmoqda. Biz buni oddiy hol deb bilamiz. Lekin aslida bu qulaylik ortida favqulodda mas'uliyat, mehnat, fidoyilik va tinimsiz intilish yotadi. Tasavvur qiling, bir lahzaga aloqasiz qolgan dunyoni, telefon qo'ng'iroqlari jimib qolgan, internet sahifalari ochilmaydigan, televizor ekranlari qorong'ulashgan, xatlar va jo'natmalar manzillariga yetib bormaydigan dunyoni. Bu bugungi kunda deyarli imkonsizdek tuyuladi. Aynan aloqachilarning tuni kun qilayotgan mashaqqatli mehnati tufayli biz bu qulayliklardan bahramand bo'lamiz. Ular ko'zga ko'rinmas qahramonlar. Radio eshittirishlarni efirga uzatayotgan muhandislar, optik tolali kabellarni yer ostidan tortayotgan montajchilar, mobil aloqa minoralarini o'rnatayotgan mutaxassislar, dasturiy ta'minotni uzluksiz ishlashini ta'minlayotgan dasturchilar, pochta jo'natmalarini manzillarga yetkazayotgan pochtachilar, raqamlashtirish va elektron davlat xizmatlarini joriy qilish orqali hayotimizni qulaylashtirayotgan mutaxassislar hamda telekanallarimizda sevimli ko'rsatuvlarimizni taqdim etayotgan ijodiy guruhlar. Bularning barchasi aloqa sohasi xodimlaridir. Ular yaratgan ko'rinmas ko'priklar millionlab insonlarni, oilalarni, shaharlar va mamlakatlarni bog'lab turadi. Aynan mana shu jihatlar, insoniy rishtalar, hamdardlik va o'zaro tushunish bugun qad rostlayotgan yangi O'zbekistonning mustahkam poydevorini tashkil etadi. Shunday ekan, har bir aloqachi bugun nafaqat o'z kasbiy vazifasini bajarmoqda, balki vatanimizning yangi qiyofasini yaratishdek ulug' ishga bevosita hissa qo'shmoqda. Ular qurayotgan kommunikatsiya tarmoqlari bu shunchaki simlar va signallar emas, balki yangi O'zbekistonni yorqin kelajak sari bog'laydigan mustahkam rishtalardir. Ushbu sharafli yo'lda barcha aloqa sohasi xodimlariga kuch, g'ayrat, yangi marralar va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sizning mehnatingiz bilan yangi O'zbekistonning ovozi yanada jarangdor eshitiladi. Uning manzaralari yanada go'zalroq ko'rinadi va qalblar bir-biriga yanada yaqinroq bo'ladi. Bayramingiz muborak bo'lsin, qadrli aloqachilar.